Bugun sizlar bilan ushbu Matiz avtomobilini motorini noldan yig'amiz. Va bunga nima zapchastlik ketishini hozir sizlar bilan birgalikda birma-bir ko'rib chiqamiz. Ushbu motorimiz uchun biz NDC brendidan vkladishdan foydalanganmiz. Ko'rib turibsizlar, bu уже qo'y bo'lingan holatda turibdi. Undan tashqari prokladkalarimiz DYG brendidan foydalanilgan, GAT brendidan pompalarimiz, undan tashqari moy nasoslarimiz, hamda undan tashqari AMP brendidan aynan gazga moslashtirilgan koltsalarimiz hamda porshonlarimiz bo'ladi. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsa Maximum Power brendidan shatullarimiz hamda AMP brendidan gazga moslashtirilgan klapanlarimiz bo'ladi. Avtomobilimiz motorining yuragi hisoblangan golovkalarimizda Lider brendidan foydalangan. Undan tashqari natijitlarimiz juda ham sifatli bo'lgan GMB brendi, termostatlarimiz ATS brendidan foydalanilgan. Ko'rishimiz kerak bo'lgan yana narsalar Mitsubishi remellarimiz va hamda Dongyang krishka prokladkalarimiz bo'ladi. Undan tashqari podushkalarimizning hammasi o'zimizning milliy brend bo'lgan TRT dan foydalanilgan. Bu mahsulotlarning barchasi Exap kompaniyasining original mahsulotlari hisoblanadi. Kelinglar birgalikda sizlar bilan yig'ish jarayonini kuzatamiz. Va nihoyat tutilgan daqiqalar yaqinlashyapti. Deyarli motorni yig'ib bo'lib qoldi. Yana 2-3 ta detalni qo'yib, yopib, moyga qo'yib, zavod qilamiz, kuzatamiz. Bu Matizimizni motoriga ketgan avtoehtiyot qismlarini ko'rdinglar. Bularning hammasi Exap kompaniyasiga tegishli. Exap kompaniyasi bu mahsulotlarni originalligiga 100% kafolat beradi. Albatta sizlarning fikrlar juda ham qiziq. Keyingi yig'adigan motorimizda qanaqa mashina bo'lishini o'zingiz izohlarda yozib qoldirib ketinglar. Kutamiz. Hozir kiraganimizda inflyatsiya yo'qlar, so'rab ko'raman. Hozir kraska sepib qo'ydingiz-a bunga? Menga sepmadingiz qilib? Yo'q, yana sepmadim, endi sepaman. Ye mana. Men ustalarimiz ishlari original. Men zavod bo'lganda ko'tarilib tushadi. Surib qoladigan odati bor.
orasiga nimadirlarni Qisqasi mayli, hazil huzul bilan akalar ancha mehnat qilishdi, ter to'kishdi, gap yo'q. yaxshi bo'ldi. Meni yuragim chidamaydi bunaqa mayda-chuyda ishlarga.